Hürmetli vatandaş, evvel çislağını etaylı, bugün çislağa 2023 yıl 10. ayının 18. günü yaptığı çarşamba. Endi sizler bilen paranlaşıdığan bir sözüm öz vatandaşım. Kazakistan bu devlet müstakil bolgalı 31-32 yıl, 33 yıldak boldu azcar. 33 yıldan beri Kazakistan bolsun, meyli Kırgızistan bolsun, Kırgızistan'daki 3 kıtımlık, 4 kıtımlık, rağınlık inkılap nisap kalmaganda Orta Asya devletleri asası cihetten tinç, asayişlik içinde devlet başkurup geldi. Mesela meyli Rusya taraftan, meyli Xitay taraftan bolsun, Orta Asya milletler devlet başkuranmaydı. Devlet başkuruş tecrübesi yok. Devlet başkuruş en'enisi yok. Devlet başkuruş tarihi yok degan hakaret ve töhmetlerini o'ttirg'i chiqarishdi. Mesela Rusya taraf Cungo'mu şundak dedi hesapta vatandaşım. Lekin Orta Asya bulup Kazakistan şu 33 yıldan beri 32 yıldan beri devlet başkurdu. Nayet çıraylık asayiş işte yaşap geldi. Kazak halkı bununla razı oldu. Endi onun qarindaşları etrafındaki devletler bununla razı oldu. Mesela çoğun meselelerde yüzünü tutup aldı. Ukrayna meselesi de yüzünü tutup aldı. Afganistan meselesi de yüzünü tutup aldı. Şunakla etrafındaki devletler bilen boğan münasibetini tanışıp durdu. Bulup mu Amerika bilen boğan münasibetini yaxşıladı. Yakında onu Prezident Joe Biden 9. ayının 19. günü kayıtlaştırdı, yani cezimleştirdi vatandaşa. Biz Orta Asya devletleri bilen naiti inak öttük. Yakın münasibetlerini çonkurlaştırdık dep 9. ayının 19. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığınında umumi not sözlüğünden kim bular bilen görüşüp şundak geplerini Amerika Koşmuş Ştatları Prezident Joe Biden oturup koydu. Endi tünügilletin anlayımız ki vatandaş Azı radyonun opozluk muhbiri Gülçehre Hanım'dan haberiga asoslanganda Kazakistan bilen Xitay o'tirisidagi fuqarolar grajdallar bordi keldi qilish yoki grajdallarning Xitoy hukmronligidagi Uyg'uristondan Qozog'istonga chiqish va Qozog'istonda yashab qolish, turib qolish masalalar bo'yicha bir kelishim imzolabdi. Buni yaqindagidek Qozog'iston parlamentinin tüven parlament yoki tüven palatası bunu tasdiqlabdi. Şu gap bo'yicha asosliq mazmuni masalan mustamlik Uyg'uristondan chiqib qozoqlar masalan Qozog'istonda yerlashmoqchi bo'lsa, avval Xitoyga iltimos qilish kerak. Xitoy buni tasdiqlash kerak. Undan keyin Qozog'iston buni qabul qilish qilmaslik to'g'risida qaror chiqarishi lozim. Mana shunday shartlarni qo'yibdi. Bunun da birinci bulup muş şart bo'yicha muş iş davomlashadigan bo'lsa, Xitoy avval bunda Qozog'istonga chiqib, Qozog'istonda yerlashadigan qozoq qarindoshlar boshqalar chiqmasligi mumkin. Mesela Uyg'urlar chiqsa, Qozog'iston Uyg'urlarga siyosiy panohlik beremdi, o'ltiram beremdi, bermemdi, bunu bilmaymiz. Mümkün emas Uyg'urlarga berishi Qozog'istondan. Qozoq qarindoshlar shu yoqqa chiqib mushun talab qilsa, evvel Xitoy tasdiqlasa, undaqda Xitoy aşı qozoq qarindoshlar qanday shartlarni qo'yishi mumkin vatandoshim? Eğer shartlarni qo'ydi. Aşı Qozog'istonga chiqib o'ltiraqlashadigan, shu yerda turib qolishni xohlagan qozoq qarindoshlar qabul qilinmaydigan eğer shartlarni qo'ydi vatandoshim. Intayin eğer shartlarni qo'ydi. Buni konkret etmayli. Xitoy hozir mushu fursatni yaratish uchun Qozog'iston bilan yuqorida kelishim imzolagan gap. Biz mesela Nazarbayev sobiq prezidentdan keyin Toqayev prezidentning Qozog'istonda yaxshi xizmatlarni qilib kelganligini ko'rib keldik. Bir tarafdan xo'sh bo'ldik, biz bir chegara yoki bir qo'shni davlatlar, mustamlik Uyg'uriston, mustaqil Qozog'iston, qo'shni davlatlar ko'rib keldik. Hozirgacha Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlarimiz ham qozoq xalqini himoya qildi, ham qozoq xalqining davlatini himoya qildi. Qozoq xalqining siyosatlaridan, davlat siyosatini himoya qildi, qo'lladı. Qozoq xalq bilan birga yashab keldi mushu kungacha.
Endi gapning ochig'ini aytsak, hozir Qozog'iston prezidenti To'qayev apandining yuqoridagi shartnomaga imzo qo'yganligi Qozoq davlatining davlatlik xarakterini satqanlikdir. Qozoq millatining milliy g'ururini satqanlikka barabar. Qozoq davlatining egilik huquqini satqanlikka barabar. Xitoy hozir nimaga ulg'atib bu ishga to'g'rildi? 9-oyning 19-kuni har qaysilari 5 arbob New York shahrida prezident Joe Biden bilan birga o'tirib, Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyo siyosatining turg'izilganligini, Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyoga kirdiganligini prezident Joe Biden e'lon qildi. 9-oyning 19-kuni. Bugun sen 10-oyning 14-15-kuni kelganda 20 kun deydi. Jungo hukumati darhol chiqib Qozog'istonda faoliyat qildi degidak. Yoki darhol Qozog'istonni indakka keltirdi degidak. Qozog'iston bilan yuqorqi haqorat xarakterlik kelishimni imzolab, Qozoq xalqini ko'zga ilmadi. Xitoy hukumati Qozoq xalqini ko'zga ilmadi. Bu yerda davlat tabaligi degan haromzoda tabalik. Buguni bu davlat chegarasi degan atisi yo'q. Qarab baq dunyo tarixiga. Rim imperiyasining davlat chegarasi qani? Yana bir imperiyalarning davlat chegarasi qani? Manjularning sana hukmronlik qilgan davlat chegarasi qani? Mo'ng'ullarning sana hukmronlik qilgan davlat chegarasi qani? Mushundaq tugidi, aqoda ekin suvda ekib tugaydi bu davlat chegarasi degan narsa. Yo'q narsa u. Vaqtlik narsa. Tünügün Manju hükmranlık qilgan zaminga sen bugun Xitoy hükmranlık qilayotgan bo'lsang, aytsammi ketsa bu rayondan eshib qoladigini davlat tabaligi masalasi emas, eshib qoladigini millat tabaligi masalasidir. Mustamlik Uyg'uristondan Qozog'istonga chiqadigan qozoq qarindoshlarimiz qozoq millati aşı Qozoq davlatining egisi ve aşı Qozoq davlatining asosi ve aşı Qozoq davlatini tashkilligi uchun millatning qurilmasi. Sen bugun Qozog'istonga chiqadigan qozoq qarindoshlarni Xitoy ruxsat qilsa Qozog'istonga chiqsin, Xitoy ruxsat qilsa Qozog'istonda o'tirib qolsin degan darajaga yetgan bo'lsam, bu davlatning Qozog'iston davlatining egilik huquqini satqanga barobar. Vaziyat nede? Ben dedim ki Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyo siyosati belgilendi. Prezident Joe Biden hatta O'rta Osiyoni yaqin ziyorat qilishga va'da berdi. Mushundaq ahvol ostida Xitoy hozir buni o'ynab chiqdi. Bu o'yinni o'ynab chiqdi vatandosh. Anlasam Qirg'izistonda bir nafar Uyg'urni qo'lg'aptimiz, bu o'yinni o'ynab chiqdi. Xitoy hozir o'xshashli vaqtda Qozog'iston, Qirg'izistonda o'yin boshladi. Men tunugin dedim, oldimizda nima siyosiy o'yinlar bo'ladi? Masalan, O'rta Sharqdagi hozirgi vaziyatdan foydalanib, Xitoy hukumati hozir O'rta Osiyoda o't quyruqlik qilamdi qanday? Meselenin eğer tarafı mana bu şeyde. Rusya Federasyası Vladimir Putin'ni elip geldi. Bunun şirik bolamda kandak. Mesela Qozog'iston, Ukrayna meselesi Rusya'nın kollumudur. Yani qaysi devletler kandak pozisyon tuttu haberim yok. Qozog'iston, Ukrayna meselesi Rusya'nın kollumudur. Mushundaq paytda prezident Vladimir Putin'ni Beijingni ziyorat qilib, Xitoy bilan birlashib O'rta Osiyoda bir chatoq chiqaramdi qandak? Vatandaşım. Bir çağladımız radyoduma qayerdan aldık şundaq bir xabarni anglagan edik. Hatta Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasida tuzilgan maxfiy shartnomamiz bo'yicha Xitoy o'zining armiyasini Qozog'istonga kirgizishga, Qozog'istonga avatishga huquqliq degan shartnomalarni imzolagan ekan. Shu chaqda shuni anglabmı, ig'izdan gap chiqarmagan edik. Bugun endi taqat qilib turadigan vaqt kelmadi, o'tib ketdi. Çünkü vaziyet başqacha kelyapti vatandaş. Çünkü bugün biz dabdabalik kaldı ve tantanalik kaldı. 9-oyning 19-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining O'rta Osiyo siyosatining belgilanganligini ve e'lon qilinganligini, dunyoga e'lon qilinganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Mushundaq siyosat oldida Xitoy hukumati
O'rta Osiyo rayonida bir o'yin o'ynamoqchi bo'lib o'tamdi. Masalan, Qirg'izistonda bir Uyg'urni qo'lga olganligi Qirg'iziston hukumatining Qozog'iston Tuvan palatasining yuqorida kelishim tasdiqlaganligi, mushlarning hammasi Xitoyga yo'l ochib berish, yo'l tuzlab berish, bu O'rta Osiyoda yashayotgan Uyg'urlarga zarba berish. Mushama asosliq maqsadlar shumi? Vatandoshim, biz bunday shartnomani hargiz qarshi olmaymiz. Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasidagi shartnoma davlatlik shartnoma bo'lishi kerak. Davlat xarakteri bo'yicha, davlat siyosati bo'yicha, davlat maydoni bo'yicha, tashqi siyosat prinsip bo'yicha ish bo'lishi kerak. Nima bu? Haqoratga bu. Qozoq xalqi qilingan haqoratga bu. Masalan, Uyg'uristonda Uyg'urlar bilan birga yashayotgan qozoq qarindoshlar xolisa Xitoyning zulmidan qochib xolis Qozog'istonga chiqib o'ltiroq qilishga, panoh olishga, greydan bo'lish huquqliq degan manda qonuni chiqamamsa To'qayev apandi. O'g'il bola bo'lsang manda qonun tuzib chiqsa. Dunyoning har qanday joyidagi har qanday Qozog'istonning greydani degan jakarni olsang, sen mana shunday prezident bo'lasan. O tarafta Rossiyaning ko'ziga qarab, bu tarafdan Xitoyning qopig'iga qarab, O'rta Osiyoda yashayman deyishning o'zi ortiqcha ish. Qat'iy bo'lsang yashay olaysan. Uningdan qo'rqib, buningdan qo'rqib, undaq deymi, mundaq deymi desang yashamaysan. Mayli Qozoq davlati, mayli Qirg'iz davlati, yana boshqa davlatlar O'rta Osiyoda yashayman desang, qat'iy bo'lsang yashay olaysan, qat'iy bo'lmasang yashamaysan. Bizning hukmimiz shu. Biz shunga Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasida tuzilgan bu shartnomani ve Qozog'istonning Tuvan palatasi tasdiqlagan bu shartnomani ayblaymiz. Ham qat'iy qarshi turamiz. Biz Uyg'urlar lekin Qozog'istonda yashayotgan Uyg'ur xalqi, Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'ur xalqi hozirgi shu davlatning qonunini himoya qilib, prezident vakilligidagi hukumatni himoya qilib, Qozoq xalqi, Qirg'iz xalqini hurmat qilib, mush kunigacha chiroyli yashab keldi. Buningdan keyin ham shunday shu siyosatni, shu Uyg'urlar shu axloqni davomlashtirib, Qozog'iston hukumatini hurmat qilib, Qirg'iziston hukumatini hurmat qilib, shunday yashaydiganligiga ishonamiz. Mayli O'rta Osiyoda Uyg'ur bo'lsin, mayli O'rta Osiyoda Qozoq, Qirg'iz qarindoshlar bo'lsin, Xitoyning damiga tushma. Xitoyning damiga tushma. Xitoyning damiga tushib, mana bugungi kundagidek o'ttir shart vaziyat paydo qilib, Amerikani avar qilaman deydigan Xitoyning qora niyatini sen ko'rib qo'y. Masalan, O'rta Osiyodami shundoq ish qila olamdi, qilamamdi deb savol qo'yma. Xitoyning yeligarligi, quvligi, tulkiligiga hargiz savol qo'yma. Xitoyning kulkisimi siyosatdir, yeligarligimiz siyosatdir, quvligimiz siyosatdir, mutahamlikimiz siyosatdir. Xitoy, mana shunday Xitoy. Kompartiya, mana shunday kompartiya.